Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun juda muhim, har biringizni bevosita yoki bilvosita qiziqtiradigan mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa, keksa avlod vakillari, pensionerlar va yaqin kunlarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun bu ma'lumot shunchaki zarur. Chunki bugun pensiya jamg'armasi tomonidan joriy etilayotgan 5 ta yangi va muhim o'zgarishlar haqida so'z boradi. Bu o'zgarishlar sizning hayotingizni sezilarli darajada soddalashtirishi, qulaylik yaratishi va ko'pgina muammolaringizni hal qilishi mumkin. Bu ma'lumotni hech qayerda topa olmaysiz. Chunki men bugun hamma nozik jihatlari bilan bo'lishaman. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya, muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimi ko'pincha murakkab, bürokratik jarayonlar bilan bog'liq edi. Pensiyaga chiqish yoki mavjud pensiyani qayta hisoblash uchun odamlar ko'p vaqtini navbatlarda o'tkazishga, bir daxldor idoradan ikkinchisiga qatnashga majbur bo'lishardi. Misol uchun, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ish, ularni pensiya jamg'armasiga topshirish, xatoliklarni tuzatish uchun qayta borish va hokazo. Bu jarayonlar ayniqsa yoshi katta, sog'lig'i yaxshi bo'lmagan insonlar uchun juda og'ir edi. Ba'zan birgina hujjatdagi kichik xatolik tufayli butun arizani qayta topshirishga to'g'ri kelardi. Xususan, pensiya miqdorini qayta hisoblash masalasi ham shunday murakkabliklarga ega edi. Pensiya oluvchi o'zining qo'shimcha ish staji yoki daromadi haqida ma'lumotni o'zi olib kelishi, hujjatlashtirishi va uni tekshirishni so'rab murojaat qilishi zarur edi. Bu esa ko'pincha pensiya oluvchining huquqiy savodxonligini talab qilar, aks holda uning huquqlari to'liq ro'yobga chiqmas edi. Bitta oddiy misol. Toshkent shahrida yashovchi 65 yoshli Mohira xola pensiyasini qayta hisoblash uchun 2 oy davomida turli idoralarga qatnagan. Chunki uning 1990-yillarda ishlagan korxonasi yopilgan bo'lib, arxiv hujjatlarni topish juda qiyin bo'lgan. Har safar qandaydir bir hujjat yetishmagan yoki xato to'ldirilgan bo'lgan. Mana shu kabi holatlar minglab odamlar hayotida uchrar edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar doirasida pensiya tizimi ham tobora soddalashmoqda va insonparvarlik tamoyillariga asoslanmoqda. Pensiya jamg'armasi o'z ish uslubini tubdan qayta ko'rib chiqib, pensionerlarga yanada yaqinlashish, ularning muammolarini iloji boricha tez va oson hal qilish yo'lini tanladi. Bugun e'lon qilinadigan 5 ta yangi o'zgarish aynan shu maqsadga qaratilgan bo'lib, ular ko'pgina bürokratik to'siqlarni bartaraf etadi va pensionerlarning hayotini ancha yengillashtiradi. Aslida bu yangiliklar shunchaki qog'ozdagi o'zgarishlar emas, balki amalda sezilarli darajada qulaylik yaratadigan real mexanizmlardir. Keling, bu o'zgarishlarning har birini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi asosiy o'zgarish: hujjatlarni onlayn taqdim etish va pensiya tayinlash muddatlarining qisqarishi. Avvallari pensiya tayinlash uchun barcha hujjatlar, shu jumladan ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, maosh to'g'risidagi ma'lumotlar va shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan olib borib topshirilardi. Bu jarayon uzoq vaqt talab qilishi, navbat kutishni, ba'zan esa hujjatlardagi kichik xatoliklar tufayli qayta borishga majbur qilardi. Pensiya tayinlash to'g'risidagi qaror esa qonun bo'yicha 10 kun ichida chiqarilishi kerak bo'lsa-da, amalda qo'shimcha tekshiruvlar, ma'lumot so'rashlar sababli bu muddat cho'zilishi mumkin edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Endilikda pensiya tayinlash uchun ariza va zaruriy hujjatlarni MyPondagi uz portali orqali onlayn tarzda topshirish imkoniyati yaratildi. Bu degani, siz uyda o'tirib, kompyuter yoki hatto telefon orqali barcha jarayonni amalga oshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda yashovchi yoki jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun katta yengillikdir. Misol uchun, Samarqand viloyatining bir chekka qishlog'ida yashovchi 6 yoshli Fozil aka pensiyaga chiqish arafasida turgan edi. Ilgari u erta tongdan turib, tuman markaziga borishi, u yerda avtobus kutib, pensiya jamg'armasi binosiga yetib olishi, uzoq navbatlarda turishi kerak edi. Endilikda uning farzandi MyPondga.uz orqali Fozil akaning pasport ma'lumotlari va elektron mehnat daftarchasidagi staji asosida arizani to'ldirib bir necha daqiqada yubordi. Hujjatlar yetarli bo'lganligi sababli pensiya tayinlash jarayoni ancha tezlashdi. Bundan tashqari, pensiya tayinlash muddati sezilarli darajada qisqartirildi. Agar avvallari bu 10 ish kuni ichida amalga oshirilgan bo'lsa,
endilikda ko'pgina hollarda bu muddat o'tib 5 ish kunigacha qisqartirilgan. Buning sababi pensiya jamg'armasi boshqa idoralar bilan elektron ma'lumotlar almashish tizimini yo'lga qo'yganligi. Ko'pgina ma'lumotlar bazalariga bevosita ulanishi hisoblanadi. Endi pensiya jamg'armasi xodimi sizdan qo'shimcha ma'lumot so'ramasdan tizim orqali kerakli axborotni o'zi tekshirib olish imkoniyatiga ega. Kim bu haqda qayg'urishi kerak? Asosan yaqin kunlarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar yoki mavjud pensiyasini qayta hisoblashni istaganlar kim qayg'urmasligi kerak? Hozircha bunday o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmasa-da, har bir kishi uchun bu ma'lumot foydalidir. Chunki ertaga sizga yoki yaqinlaringizga kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi asosiy o'zgarish. Pensiya miqdorini avtomatik qayta hisoblash tizimi avvallari. Agar pensionerning ish stajiga oid yangi ma'lumotlar paydo bo'lsa, masalan, uning pensiya tayinlangandan keyin ham ishlagan davri bo'lsa, yoki maoshlari o'zgargan bo'lsa, pensiya miqdorini qayta hisoblash uchun pensionerning o'zi pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilishi kerak edi. Ko'pincha bu haqda xabardor bo'lmagan pensionerlar yoki buning uchun vaqt topolmaganlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha summadan mahrum bo'lib qolishardi. Bu esa adolatsizlikka olib kelardi. Masalan, Surxondaryo viloyatidan yetim yoshli G'ani bobo pensiyaga chiqqandan so'ng yana 3 yil fermer xo'jaligida ishlagan. Uning ish beruvchisi barcha ajratmalarni o'z vaqtida o'tkazgan. Ammo G'ani bobo pensiyasini qayta hisoblash kerakligini bilmagan. 3 yildan keyin nabrasi aytgandan keyin pensiya jamg'armasiga borgan va shundan keyingina uning pensiyasi o'sha 3 yillik ish staji hisobga olingan holda oshirilgan. Bu esa ancha kech bo'lgan. Endilikda pensiya miqdorini avtomatik ravishda qayta hisoblash tizimi joriy etilmoqda. Ya'ni agar sizning mehnat stajingizga oid yangi ma'lumotlar elektron bazaga tushsa, masalan, siz pensiyada bo'la turib ishlashni davom ettirsangiz va ish beruvchi ajratmalarni amalga oshirsa yoki sizning ishlagan davrdagi daromadingiz to'g'risidagi ma'lumotlar yangilansa, pensiya jamg'armasi sizning pensiyangizni avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqadi va sizga SMS xabarnoma orqali bu haqda ma'lumot beradi. Bu pensionerlarning og'irini yengil qilish bilan birga adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Endi har bir pensioner o'zining haqqiga tegishli bo'shimcha summani o'z vaqtida olishiga ishonch hosil qilishi mumkin. Bu o'zgarish ayniqsa pensiyada bo'la turib ishlashni davom ettirayotganlar uchun juda muhimdir. Ular endi o'zlarining huquqlari to'liq himoyalanganligini bilishadi va buning uchun hech qanday qo'shimcha harakat qilishlari shart emas. Uchinchi asosiy o'zgarish. Nodavlat tashkilotlarida ishlagan shaxslarning ish stajini tasdiqlashning soddalashtirilishi eslang. Avvallari nodavlat sektorida xususiy korxonalarda ishlagan fuqarolar uchun ish stajini tasdiqlash juda muammoli edi. Chunki ko'plab xususiy korxonalar o'z faoliyatini to'xtatganda arxiv hujjatlarini tegishli tartibda saqlamas edi. Bu esa pensionerlar uchun katta bosh og'rig'i edi. Pensiyaga chiqish arafasida turgan fuqarolar o'zlarining ko'p yillik mehnat faoliyatini isbotlash uchun yopilgan korxonalarning izidan yurishga, guvohlarni topishga majbur bo'lishardi. Farg'ona vodiysida yashovchi ona yoshli Gulnora opa 1990 yillarda bir nechta xususiy tikuv sexi va savdo do'konlarida ishlagan. Ammo 2000 yillarning boshlarida ularning hammasi yopilib ketgan. Pensiyaga chiqish vaqtida Gulnora opaning shu davrdagi ish staji tasdiqlanmagan. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda unga yopilgan korxonalarning arxiv hujjatlarini olib kelish talab qilingan. Bu esa deyarli imkonsiz edi. Natijada Gulnora opaning pensiyasi bir necha yillik stajsiz hisoblanib, uning miqdori ancha kamayib ketgan. Hozir esa bu masalada katta yengillik joriy etildi. Endilikda nodavlat tashkilotlarida ishlagan shaxslarning ish stajini tasdiqlash uchun agar korxona faoliyatini to'xtatgan va hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inlari yoki guvohlarning ko'rsatmalari asosida ham stajni hisobga olish mexanizmi joriy etildi. Albatta, bu holatda aniq tartib-qoidalar ishlab chiqilgan. Masalan, kamida 2 nafar guvohning ko'rsatmasi. Ular ham pensiya yoshida bo'lishi va siz bilan bir davrda o'sha korxonada ishlaganini tasdiqlashi lozim. Bu o'zgarish avvalo o'z ish stajini tasdiqlashda qiyinchilikka uchrayotgan minglab fuqarolar uchun juda muhimdir. Bu adolatni tiklashga va mehnatkash insonlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan amaliy qadamdir. Kim bu haqda qayg'urish kerak? Nodavlat sektorda ishlagan va hujjatlari to'liq bo'lmagan shaxslar. Kim qayg'urmasligi kerak? Ish staji hujjatlari to'liq va elektron mehnat daftarchasida aks etgan fuqarolar,
To'rtinchi asosiy o'zgarish. Pensiya miqdorini aniqlashda daromadlarni hisobga olish tartibining o'zgarishi pensiya miqdori ko'p jihatdan fuqaroning ishlagan yillar davomidagi o'rtacha ish haqi miqdoriga bog'liq bo'ladi. Ilgari pensiyaga chiqishdan oldingi oxirgi 5 yildagi ish haqi yoki istalgan 5 yilning ish haqi hisobga olingan. Ammo bu yerda ham o'ziga xos muammolar mavjud edi. Ba'zi fuqarolar pensiyaga chiqishdan oldingi yillarda maoshi kamaygan bo'lishi mumkin edi. Yoki umuman olganda ularning eng yuqori daromad olgan davri ancha yillar avval bo'lib, o'sha paytdagi summalar inflyatsiya tufayli qadrini yo'qotgan bo'lishi mumkin edi. Ya'ni eski daromadlar hozirgi pensiya miqdoriga to'liq ta'sir qila olmasdi. Misol uchun, namanganlik 13 yoshli Saodat opa 1990 yillarda yuqori maosh olgan. Ammo 2000 yillardan keyin uning maoshi sezilarli darajada kamaygan. Pensiya tayinlashda oxirgi 5 yillik maoshi hisobga olinganda, uning pensiya miqdori 1990 yillardagi yuqori daromadlariga mos kelmay qolgan va ancha past chiqqan. Endilikda pensiya miqdorini aniqlashda daromadlarni hisobga olish tartibiga o'zgartirish kiritildi. Yangi tartibga ko'ra, pensiya miqdorini hisoblashda fuqaroning o'ziga eng manfaatli bo'lgan istalgan 5 yillik ish haqi inflyatsiya darajasiga ko'paytirilgan holda hisobga olinadi. Bu shuni anglatadiki, pensiya jamg'armasi sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidagi daromadlaringizni tahlil qilib, siz uchun eng yuqori pensiya miqdorini ta'minlaydigan 5 yillik davrni avtomatik ravishda aniqlaydi. Bu jarayon inflyatsiya indeksatsiyasi bilan birga amalga oshiriladi. Ya'ni eski davrdagi daromadlarning qadrsizlanishi hisobga olinadi va ular hozirgi pul qiymatiga keltirilib hisoblanadi. Bu o'zgarish barcha pensionerlarning haqqiga barobar qaratilgan bo'lib, ularning pensiyalarini adolatli ravishda maksimal darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu shuni anglatadiki, agar sizning mehnat faoliyatingizning boshqa davrlarida maoshingiz yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, endi pensiya jamg'armasi buni avtomatik tarzda aniqlaydi va pensiyangizni shunga mos ravishda hisoblab chiqadi. 5-asosiy o'zgarish. Nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun ijtimoiy pensiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarning onlayn yuritilishi avvallari nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun ijtimoiy pensiya olish jarayonida ham bir qator qog'ozbozlik va noqulayliklar mavjud edi. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi oilaviy ahvol to'g'risidagi ma'lumotlar, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari kabi ularni pensiya jamg'armasiga topshirish. Ma'lumotlarni yangilash uchun qayta murojaat qilish zarur edi. Bu ayniqsa og'ir hayotiy sharoitda bo'lgan ushbu toifadagi fuqarolar uchun katta qiyinchilik tug'dirardi. Misol uchun Andijon viloyatidan 40 yoshli Guliston opaning turmush o'rtog'i vafot etgan va u 2 nafar farzandi bilan qolgan. U boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish uchun turmush o'rtog'ining o'lim haqidagi guvohnomasini, o'zining va bolalarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini, nikoh guvohnomasini va boshqa ko'plab hujjatlarni yig'ib pensiya jamg'armasiga bir necha marta borgan. Har safar qandaydir bir hujjat yetishmay qolgan yoki xato to'ldirilgan. Bu esa uning uchun juda og'ir psixologik yuk bo'lgan. Endilikda nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun ijtimoiy pensiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar ham to'liq elektron bazada yuritilishi yo'lga qo'yildi. Ya'ni TM xulosasi avtomatik ravishda elektron bazaga kiritiladi. FHDYO fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari ma'lumotlari bilan integratsiya ta'minlanadi. Bu esa sizning oilaviy ahvolingiz, bolalaringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi o'z tizimi orqali avtomatik ravishda olish imkoniyatini yaratadi. Endi sizdan ko'pgina hujjatlarni shaxsan olib kelish talab qilinmaydi. Shuningdek, ushbu turdagi pensiyalarni tayinlash jarayonlari ham sezilarli darajada soddalashtirildi va tezlashtirildi. Bu o'zgarish asosan hayotiy qiyinchiliklarga duch kelgan insonlarga, ya'ni nogironligi bo'lgan fuqarolarga va boquvchisini yo'qotgan oilalarga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Bu ularning og'irini yengil qilishga, byurokratik to'siqlarsiz o'zlariga tegishli bo'lgan ijtimoiy himoyani olishga yordam beradi. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi bu yangiliklarda ham ba'zi nozik jihatlar mavjud. Birinchidan, onlayn xizmatlardan foydalanish uchun sizda elektron raqamli imzo bo'lishi talab etiladi. Olish hozirda qiyin emas. Ammo ba'zi yoshi katta fuqarolar uchun
Bu ham qandaydir to'siq bo'lishi mumkin. Eri yo'q bo'lganlar yoki undan foydalanishni bilmaganlar yaqinlaridan yordam so'rashlari yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Bu birinchi navbatda texnik savodxonlikni talab qiladi. Ikkinchidan, ish stajini guvohlar orqali tasdiqlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Guvohlarning ko'rsatmalari bir-biriga zid kelmasligi, siz bilan bir davrda bir tashkilotda ishlaganligi aniq tasdiqlanishi lozim. Pensiya jamg'armasi bu kabi holatlarni juda sinchkovlik bilan tekshiradi. Har qanday shubhali holatda sizning arizangizni ko'rib chiqish muddati cho'zilishi yoki hatto rad etilishi ham mumkin. Guvohlar siz bilan birga pensiya jamg'armasi bo'limiga borish va ko'rsatma berishi talab qilinishi mumkin. Uchinchidan, avtomatik qayta hisoblash tizimi to'liq ishga tushishi uchun barcha ma'lumotlar bazalari bir-biriga integratsiya qilingan bo'lishi lozim. Ba'zan eski ma'lumotlar bazalarida xatolar yoki yangilanmagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bunday hollarda avtomatik hisoblash jarayonida qandaydir noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz pensiyangiz miqdori siz kutgandan kamroq deb hisoblasangiz, baribir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib qayta tekshirishingizni so'rashingiz tavsiya etiladi. Ba'zan tizim inson omilisiz barcha nozik jihatlarni to'liq hisobga olmasligi mumkin. To'rtinchidan, pensiya miqdorini hisoblashda eng manfaatli 5 yillik davrni aniqlash mexanizmi ham ba'zi nuanslarga ega. Bu mexanizm sizning elektron ma'lumotlaringiz asosida ishlaydi. Agar sizda qog'ozda qolgan yoki elektron tizimga kiritilmagan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lsa, ularni pensiya jamg'armasiga shaxsan taqdim etish orqali pensiya miqdoringizni oshirishingiz mumkin. Barcha eski hujjatlaringizni, ayniqsa ish haqi ma'lumotnomalarini saqlab qo'yish juda muhimdir. 5-dan, ijtimoiy pensiyalar bo'yicha ma'lumotlarning onlayn yuritilishi ham hali to'liq mukammal emas. TMI xulosalari yoki FHDG ma'lumotlar bazasida qandaydir xatolar yuzaga kelgan taqdirda pensiya jamg'armasi sizdan bu ma'lumotlarni aniqlashtirishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun sizda har doim barcha tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalari mavjud bo'lishi kerak. Har qanday holatda ham pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan bevosita aloqa qilishdan cho'chimang. Savollaringizga aniq javob olishga harakat qiling. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak, hurmatli do'stlar? Bu o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanish uchun quyidagi amaliy qadamlarni bajarishingizni tavsiya qilaman. Elektron raqamli imzo oling. Agar sizda hali bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlari orqali olishingiz mumkin. Bu sizga MyUz portalidagi barcha xizmatlardan erkin foydalanish imkonini beradi. Olish uchun pasportingiz va JSHIR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami kerak bo'ladi. Narxi minimal bo'lib 1 marta to'lanadi va 1 yil davomida amal qiladi. Ikkinchi, mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron mehnat daftarchasidagi barcha ma'lumotlaringiz to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xatoliklar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar bo'lsa, ish beruvchingiz orqali yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib ularni tuzattiring. Bu pensiyangizni tayyorlash jarayonini ancha tezlashtiradi. O'chus pensiya hisob kitobingizni nazorat qiling. Agar pensiyada bo'lsangiz va ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, pensiyangizning avtomatik qayta hisoblanishini kuzatib boring. Agar ma'lum bir muddat o'tib ham pensiyangiz oshmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib holatni aniqlashtiring. Buning uchun siz telefon orqali yoki shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining veb saytida yoki call center orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. Hujjatlaringizni tartibga soling. Barcha mehnat faoliyatingizga oid hujjatlaringizni, ish haqi ma'lumotnomalari, buyruqlar nusxalari, diplomlar tartibli saqlang. Ayniqsa nodavlat sektorda ishlagan bo'lsangiz, bu hujjatlar kelajakda juda asqatishi mumkin. Hatto eskirgan yoki qadrini yo'qotgan deb o'ylagan qog'ozlar ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ularni yig'ib tartibga soling. 5 savollaringiz bo'lsa murojaat qiling. Agar pensiya masalasida qandaydir savollaringiz yoki tushunmovchiliklaringiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qiling yoki hududiy bo'limlarga boring. Mutaxassislar sizga barcha masalalarda yordam berishga tayyor. O'zingizni cheklamang, chunki bu sizning qonuniy huquqingiz. Ularga borishda qanday hujjatlar kerakligi haqida oldindan so'rab oling. Shunda bir necha bor qatnab yurishga hojat qolmaydi. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport va mehnat daftarchasi yetarli bo'ladi. Ammo aniq vaziyatga qarab qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin.
Altis. Astirish, guvohlarni oldindan aniqlab qo'ying agar kerak bo'lsa. Agar sizning ish stajingizni tasdiqlashda guvohlarni ko'rsatmasi kerak bo'lish ehtimoli bo'lsa, hozirdan o'sha davrda siz bilan birga ishlagan ishonchli shaxslarni topib, ular bilan gaplashib qo'ying. Ularning aloqa ma'lumotlarini yozib oling. Bu kelajakda hujjatlarni rasmiylashtirishda sizga juda katta yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, pensiya jamg'armasi haqiqatan ham pensionerlarning yo'lda turishga, ularning hayotini osonlashtirishga intilmoqda. Bugungi 5 ta muhim o'zgarishlar sizning pensiya tizimidagi ishlaringizni sezilarli darajada soddalashtiradi va adolatni ta'minlaydi. Ulardan to'g'ri foydalanish sizning qo'lingizda. Bu ma'lumotlarni o'zingizga saqlab qolmang. Balki o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa qo'shnilaringizga ham ulashing. Chunki bu ularning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Video ostiga o'z fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Bu yangiliklar haqida qanday fikrdasiz? Sizda qanday muammolar bor? Biz har bir kommentariyangizni o'qib chiqamiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha salomat bo'ling.